Assalomu alaykum, hurmatli Bog'ot avtosentri kuzatuvchilari. Bugun 18-oktyabr 2025-yil. 2025-yil Cobalt mashinamiz sotildi. O'zimizning Bog'ot Kirovdan Nuriddin ama naq pula 165 million so'm berdik. Birinchi nomer metan, hamma narsalardan metallarni toza uстановка etib berdik. Nuriddin aka tabriklaymiz. Hayır rahmat. Savdodan ko'nglingiz to'qmi? Ko'nglimiz to'q. Endi xudo xolasa mashinani oldik, hammasini taxlab berdilar. İşlerinize muvaffaqiyat. Rahmat. Bundan ham ul mashina olib o'tish nasib etsin. Ilayim. İşlerinize muvaffaqiyat. Satkan maşinimiz yine metandan taze uстановка etib berdik. Texpasport ham metan doğru yazılıp gitti yine. Aksiyon nömerlerinden alıp taxlab verdik. Like basıp kommentariyada öz fikirlerinizi kaldırınlar. Ben jalkam like basış. Satıladigan maşinalar olsa bemalol like kelaverasizlar. Şöyle kısa müddet içinde satıp veremiz. Bo'lmasa o'zimiz naq pul asosida sotib qolamiz. Rahmat, sog' bo'lasizlar.